Assalomu alaykum barchaga. Videoni boshlashdan oldin sizlar bilan ikkita muhim yangilikni bo'lishmoqchiman. Birinchisi, hozir men sizlar uchun maxsus manfa platformasi, veb-sayt yaratish ustida ishlayapman. Rejamga ko'ra, u yerda YouTube'da chiqadigan videolar avvalroq joylanadi va kelajakda faqat veb-sayt uchun tayyorlanadigan, yanada sifatli va eksklyuziv manfa sharhlari ham bo'ladi. Shu o'rinda sizlardan bitta fikr bilmoqchiman. Agar veb-sayt pullik obuna tizimida ishlasa, sizningcha oyiga qancha narx adolatli bo'lar edi? Fikringizni kommentda yozib qoldiring. Ikkinchi masala esa ko'pchilik so'rayotgan zombi apokalipsis haqidagi manfa haqida. Afsuski, hozircha internetdagi ishonchli manbalarda ushbu manfaning faqat 43 bobigacha mavjud. Hozircha yangi boblar chiqmagani uchun hikoyani davom ettirishning imkoni yo'q. Agar sizlarga apokalipsis janridagi manfalar yoqsa, kommentlarda yozing. Xohlasangiz, bir nechta kuchli manfalar orasida ovoz berish o'tkazamiz va eng ko'p ovoz olganini birgalikda sharhlashni boshlaymiz. Agar kanaldagi kontent sizga yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni va anime hamda manfa ko'rishni yaxshi ko'radigan do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Bu kanalning yanada tezroq o'sishiga va sizlar uchun yanada sifatli kontent tayyorlashimga katta yordam beradi. Endi esa videoni boshlaymiz. To'xtanglar, sizlarga bitta gapim bor. Element of surprise. Shu payt u bir tovush eshitdi. Sanchul eshik oldida ekanligini aytdi va ichkarida kimdir bormi deb so'radi. Prezident unga kirishni buyurdi va yana ko'rganidan xursand ekanligini aytdi. Tansoqchi barchasi prezident tufayli ekanligini aytdi. Lekin prezident ular hatto bir hududda ham emasligini, shuning uchun u hech narsa qilmaganini aytdi. Sanchul prezidentning borligi unga kuch berayotganini aytdi. Lekin prezident undan xushomad qilmasligini so'radi. Bu keraksiz ekan, u xushomadni yoqtirmasdi shekilli. Sanchul bu xushomad emasligini aytdi va tezda mavzuni o'zgartirib, prezidentni omon qolgani bilan tabrikladi. Gyeong Lotk omon qolish deganda nimani nazarda tutyapti deb so'radi. Chunki ikkinchi raund ancha oson edi. Tansoqchi uni sinf ko'targani bilan ham tabrikladi. Lekin prezident bu omad ekanligini aytdi. Lekin hammamiz bilamizki, omad ham mahorat togrimi. Sanchul omad ham mahorat ekanligini, butun hududlarda ikkinchi va uchinchi bo'lish oson ish emasligini aytdi va shuning uchun prezident kabi odamga xizmat qilishdan katta sharaf yo'qligiga ishonadi. Gyeong Lotk bunday so'zlarni eshitishdan mamnun bo'ldi. Lekin viskisini stolga qo'yib, aftidan biror narsa bo'layotgan bo'lishi kerak. Shuncha xushomad qilishining sababi bor. Shuning uchun u nima so'ramoqchi ekanligini bilmoqchi ekanligini aytdi. Sanchul xijolat bo'lib, togridan togri sinfni ko'tarish buyumini qanday olish mumkinligini so'radi. Prezident bu hech qanday maxsus narsa emasligini, bu buyum yirtqichlarni oldirayotganda paydo bo'lganligini aytdi. Lekin ichida u aslida bu buyumni qora ritsar runasi tufayli olganini o'ylardi. O'shanda farishta ulardan inventarga qarab, hammaga bergan sovg'asini ko'rishni so'raganini esladi. U inventarni faollashtirganda, barcha atributlarni oshiradigan va qurolni qorong'u aura bilan o'rab, dushmanlarga zarar yetkazadigan qora ritsar runasi borligini ko'rdi. U 10 darajaga yetganda avtomatik ravishda noyob sinf, qora ritsarga ko'tarilishi mumkin edi. O'shanda u o'z runasiga diqqat bilan qarab, 10 darajaga yetgach, bu qora ritsar deb nomlangan sinfga o'tishi mumkinligini payqadi. U birinchi raundda bunday kuchli runani olgani uchun o'zini juda omadli deb o'ylashda davom etdi. Va afsuski, u barcha ma'lumotlarini, hatto oila deb bilgan xodimiga ham oshkor qila olmasligini bilar edi. Chunki odam istalgan vaqtda o'zgarishi mumkin. Bu inson tabiati. Nima deb o'ylaysizlar? Shuning uchun u togridan togri gapga kirishdi va qo'l ostidagi odamidan ularni kim yarador qilganini so'radi. Va qorong'u nigoh bilan, tasodifan bu Black Ripper bo'lmaganmi, deb so'radi. Bu savol havoda muallaq turibdi. Sanchul darhol yo'q deb javob berdi, chunki aslida bu ularning hayotini saqlab qolgan odam edi. Gyeong Lotk bu javobdan hayron bo'lib, tafsilotlarni so'radi. Hammasini aytib bergach, prezident u va Aron deyarli aktrisaning orqasidan quvib yurgan bezorilar tufayli olib qolishlari rostmi, deb so'radi. Sanchul ha deb javob berdi va hatto Black Ripper paydo bo'lmaganida, ular o'sha yerda olib qolishlari mumkinligini ta'kidladi. U Aron omon qolganini, lekin psixologik jarohat shunchalik og'ir bo'lganki, u shou biznesdagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganini ham aytdi. Gyeong Lotk bu haqda o'ylandi. U deyarli o'z qo'l ostidagi odamini va ishini yo'qotgan edi. Shuning uchun u bezorilar hozir olikmi deb so'radi. Sanchul yo'q deb javob berdi. Black Ripper ularga qattiq azob bersa-da, oldirmagan va u Mutning so'zlarini eslatdi. Ularni oldirishdan hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. Chunki umumiy aholini qisqartirish omon qolganlar sonini ham kamaytiradi. Prezident bu fikrga qo'shilganini aytdi. Lekin muammoli odamlarni tirik qoldirish tashvishli ekanligini ta'kidladi. Keyin u Black Ripper tufayli uning qo'l ostidagi odami va Aron butun qolgani uchun unga qarzdor ekanligini va mukofot berishini aytdi. Biroq Sanchul tezda bu haqda u gapirganini,
Lekin o'yinchi buning keragi yo'qligini aytib, darhol ketganini eslatdi. Qanday galati odam, a. Prezident qanday qilib kimdir mukofotni bunchalik tez rad etishi mumkinligi haqida o'yladi. Lekin buning sababi shaxsini fosh qilishdan qo'rqish ekanligini tushundi. Bu mantiqiy. Shuning uchun u keyingi raundda tansoqchisi munosib minnatdorchilik bildirishini so'radi. U qayroq qilgan ishi uchun chin dildan minnatdor edi. Va u bu odamni kuzatib turishni, agar yordam berish imkoniyati tugilsa, foydalanishni ham so'radi. Chunki u hech kimga qarzdor bo'lishni yoqtirmasdi. Keyin hali ham o'sha qorong'u nigoh bilan u ularga zarar yetkazgan bezorilarning laqablari nima ekanligini so'radi. Ayni paytda tashqarida yashiringan edi. U Sanchul Gyeonglotga juda sodiq ekanligini o'ylardi. Chunki u ikkinchi raunddan qaytishi bilanoq to'g'ridan-to'g'ri uning oldiga borgan. U ketishga qaror qildi, chunki faqat natijani tasdiqlamoqchi edi va shuning uchun mashina chaqirdi. U hech qachon Gyeonglotga homiylik qilgan mashhur odam bilan bir binoda yashash ehtimoli haqida o'ylamagan edi. Lekin endi akasiga rahmat aytish kerak. Agar u keklarni tarqatishga chiqmaganida, ular hech qachon uchrashmagan bo'lardi va Sanchul bilan Aaron bog'langanligini hech qachon kashf qilmagan bo'lardi. Bu odamlar bilan munosabatni rivojlantirish kerak edi. Keyinchalik Gyeonglotning ishonchini qozonish uchun, garchi ularni 20 raundga olib borish kerakmi yoki yo'qmi, aniq bo'lmasa ham. Lekin bir narsaga amin edi. Gyeonglotning qora ritsar runasi juda zo'r. Uni hatto aldash deb hisoblash mumkin. Garchi salbiy tomonlari ham bor. Masalan, qora ritsarga aylanishga majbur bo'lish. Va yanada yomoni qorong'u aura. Qora ritsarlarning kuchi qorong'u manani ko'tarishdir va bu manani oddiy usullar bilan qo'lga kiritib bo'lmaydi. Bu Gyeonglotning o'zi kabi psixopatik moyillikka ega odamga mos keladigan mahorat. Bunday odamni hamroh qilish albatta xavfli. Mashinada o'tirgan holda u agar kerak bo'lsa, u bilan munosabatni nomzod sifatida saqlab qolishni o'yladi. Chunki undan tashqari yana bir qancha iqtidorli shaxslar bor edi. Quyosh chiqishi bilanoq bu ustida ishlashga qaror qildi. Ertasi kuni kichik do'konda sotuvchi peshtaxta oldida nola qilib turardi. Agar ishlar shu tarzda davom etsa, daromadi 2 baravarga tushib ketadi. Shu payt u kimdir kirayotganini payqadi va bu qizi ekanligini ko'rdi. Yaqinlashib nega bunchalik baland ovoz bilan xo'rsinayotganini so'radi. Lotereya chiptalari sotuvi to'xtatilganini tushuntirdi. Hukumat asosli bahona topgan. Lekin aslida ayb o'yinchilarda. Ular qanday qobiliyatlarga ega ekanligini hech kim bilmaydi. Qiz bularning hammasini eshitib hayron qoldi. Bu haqiqatan ham to'g'ri edi. Otasi ishlar qiyinligini, mehnat narxi tufayli deya davom etdi. Toki u jilmayib, tez orada bitirishini va do'konda yordam bera olishini aytdi. Hozircha yarim kunlik ish topish yaxshiroq deb o'ylab, otasi undan xavotir olmasligini so'radi. Pul haqida u o'ylaydi, qizi esa o'qishiga e'tibor qaratsin. Va qiziga qarab, kollejga bormaydimi deb so'radi. Axir uning baholari yaxshi va shifokor bo'lish orzusi bor. Juli esa bu orzudan voz kechganini aytdi. Chunki bunday vaziyatda maktabning ahamiyati yo'q. Pul hozir eng katta muammo emas. Keyingi raundda hatto olishi ham mumkin va shuning uchun hamma narsa bilan miyasi chalkashib ketgani uchun kechirim so'radi. Otasining holatini ko'rib, qo'llaridan ushlab, xavotir olmasligini aytdi. U nafaqat ikkinchi raunddan omon qolgan, balki sinfga ega bo'lgan kam sonli odamlardan biri edi. Ota bu nimani anglatishini tushunmadi, lekin u qo'lini uzatdi va yashil yorug'lik to'la boshladi. Otaning tanasi porlay boshladi. Bu blessing deb nomlangan mahorat ekanligini, sinfga ega bo'lgach olganini tushuntirdi. Atributlarga kichik yaxshilanish qo'llaydigan va oddiy odamlarga jonlantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan effekt. Ota mamnun bo'lib, o'zini ancha yaxshi his qildi. Demak, bu haqiqatan ham ajoyib mahorat. U bu mahoratni tez-tez ishlatishini aytdi va biroz xursand bo'lishini so'radi. Ota kuldi. Qizi doim shunchalik gamxo'r, toki kimdir do'konga kirguncha. U o'girilib hayron bo'ldi. Kimligini tanidi, Juli pichirlab, "Bu yigitni tanidimi?" deb so'radi va u birinchi o'rinni olgan bir nechta sovrinlarni yutgan lotereya g'olibi ekanligini aytdi. Bosh qahramon peshtaxtaga yaqinlashib, uni eslaydimi deb so'radi va lotereya chiptalariga 100 dollar sarflaganini aytdi. Sotuvchi uni eslaganini aytdi va nima uchun kelganini so'radi. Rayum darhol egilib, kechirim so'ramoqchi ekanligini aytdi. Xo'jayin hayron bo'lib, nega birdan kechirim so'rayotganini so'radi. Birinchi bo'lib buncha marta chiqqani uchun chiptalar sotuvi tugatilganini va do'konga moliyaviy zarar yetkazgan bo'lsa, kechirim so'rayotganini aytdi. Juli shunchaki tomosha qilardi, hech narsa demasdan. Sotuvchi unga xavotir olmasligini aytdi. U aybdor emas va chipta sotuvi taqiqlanganligi uchun och qolmasligini aytdi. Lekin Rayum baribir buni to'g'ri deb o'ylamasdi. Do'konga qandaydir tarzda ta'sir qilganiga amin edi. Shuning uchun konvertni uzatdi. Hatto kichik bo'lsa ham kompensatsiya taklif qilmoqchi ekanligini aytdi. Erkak bu nima ekanligini so'radi va u 10 million won ekanligini aytdi. Xo'jayin hayratda qoldi. Bu hammasiga muhtoj emas, lekin bosh qahramon shunchaki o'girilib, iltimos pulni saqlab qolishini so'radi va ketdi. Erkak buncha pulni qanday qabul qilishni bilmay qoldi.
Juli konvertni olib, qaytarib berish uchun yugurdi va bosh qahramonni 1 daqiqa kutishini so'radi. U ogirilib, haqiqatan ham ismi Rayummi deb so'radi. Bosh qahramon ha deb javob berdi va u kimligini so'radi. Juli o'zini noqulay his qildi. Bir sinfda ekanliklariga ishona olmaydi. U hayron bo'lib, nima haqida gapirayotganini tushunmadi va haqiqatan ham bir sinfda ekanliklarini bilmaydimi deb so'radi. Rayum kechirim so'rab, yuzlarini eslab qolishda unchalik yaxshi emasligini aytdi. Lekin ichida u bu qiz kimligini juda yaxshi bilar edi. Juli Min, do'kon egasining qizi va noyob sinf, buffer sinfiga ega. U qaytib kelgach, ular bir sinfda ekanliklarini ko'rib hayratda qolgan edi. Bunday taqdir haqiqatan ham bor ekan. Uni o'z tomoniga jalb qilish uchun bu bahona bilan uchrashish sababi tasodif edi. Boshqa joyda gaplashsalarmi deb so'radi va u yaxshi deb javob berdi. Kichik maydonga borganlardan so'ng, Juli yana bir bor konvertni qaytarib bermoqchi bo'ldi va buncha pulni qabul qila olmasliklarini aytdi. Rayum 10 million ko'pchilik odamlar uchun katta miqdor ekanligini tushundi. Lekin u bu miqdorni ular qabul qilmasligini bilib bergan edi, chunki qanday qiyinchiliklarga duch kelmasin, qarz bo'lishni yoqtirmaydigan odam edi. Juli tezda qaytarib olishini so'radi. Qoli konvertni ushlab og'riy boshladi. Bosh qahramon rad etib, do'konda aytganidek, bu pul egasiga yetkazgan zarari uchun uzr sifatida ekanligini va vijdoniga yuk bo'lmaslik uchun qila oladigan eng kam narsa ekanligini tushuntirdi. U xavotirga tushib, bu miqdor juda ko'p ekanligini aytishga urindi. Lekin u buning ahamiyati yo'qligini, ular qabul qilishlarini chin dildan xohlashini, aks holda o'zini yomon his qilishini aytdi. Qiz bu juda ko'p pul ekanligini qaytarib aytdi va u aynan shuning uchun berayotganini tasavvur qildi. U egasi bilan gaplashishini so'radi. Lotereyani yutgan odam uchun bu unchalik katta pul emas, shuning uchun uni aybsiz qabul qilsin. Keyin u o'rnidan turdi, suhbat tugadi va ketish kerak edi. U birdan ketayotganidan hayron bo'lib, agar muammo bo'lmasa, faqat 1 millionni qabul qilishini aytdi. Bosh qahramon bundan qaror qila oladimi? Do'kon egasidan so'rashi kerakligini aytdi. U otasi bunday miqdorni birdaniga qabul qilishga ko'ngli qo'ymasligini aytdi. Bosh qahramon hayron bo'lib ko'rsatib, do'kon egasi haqiqatan ham uning otasimi deb so'radi. Agar shunday bo'lsa, u tez-tez keladi, chunki buni kutmagan edi. Juli ham hayron bo'lganini, sinfdoshi lotereyada birinchi o'rinni yutishini hech qachon tasavvur qilmaganini aytdi va xafa bo'lib, haqiqatan ham ular sinfdosh ekanliklarini bilmaganmi deb so'radi. U do'konga kirgan zahoti tanigan edi. Bosh qahramon kechirim so'rab, yuzlarini eslab qolishda yomon ekanligini aytdi va bu ular birinchi marta gaplashayotganliklarimi deb so'radi. U ha deb javob berdi va bu uning ismini birinchi marta eshitayotgani bo'lishi mumkinligini aytdi. Yana bir bor Rayum kechirim so'radi. Afsuski shunday ekanligini aytdi. U xijolatdan yuzini yashirishga urindi. Bosh qahramon esa ichida unga noma'lum bo'lib ko'rinishga majbur bo'lganidan afsusda edi. Lekin bu unga qiziqish bildirishi uchun zarur edi. Juli o'rnidan turdi va yana bir bor ismini aytdi. Ular bir sinfda ekanligini va yuzini yaxshi eslab qolishini so'radi. U jilmayib, albatta eslab qolishini aytdi. Shundagina qiz juda yaqin turganini angladi va tushkunlikka tushdi. Bitiruv oldidan sinfdoshiga o'zini tanishtirishga majbur bo'lgani uchun real zarba oldi. U bu muammo emasligini, bitiruvdan keyin ham gaplashishlari mumkinligini va shuning uchun telefon raqamini bera oladimi deb so'radi. U xijolat bo'lib, haqiqatan ham raqamini xohlaydimi deb so'radi. U ha deb javob berdi va buning nima yomonligi bor? Sinfdoshning raqamini berish galati emas. Juli rozi bo'ldi va raqamni berib, telefonini qaytardi. Bosh qahramon balki ularni uchrashishga majbur qilgan taqdir bo'lgandir. Tez-tez gaplashishlari mumkinligini aytdi. Lekin shoshilinch ishi borligini ogohlantirdi. U yaxshi deb aytdi va shundan keyingina konvertni qaytarib bera olmaganini angladi. Rayum hech qanday holatda qaytarib olmadi. U qanchalik xijolatda ekanligini yashira olmadi, chunki birdan raqamini so'ragan edi va bu uning yuragini tez urdirib, baxtga to'ldirdi. Raqamini faqat do'st bo'lish uchun so'ragan bo'lsa ham, ichida u har doim uni yaxshi ko'rganini tan oldi. Juli ular qachon uchrashganini eslay boshladi. Ba'zi bezorilar uni kaltaklayotganini ko'rganida darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilgan edi. Unga achinib, uyiga xavfsiz yetib borishini ko'rish uchun uning orqasidan ergashishga qaror qilgan edi. Yo'lda u hamma narsaga qaramay, Rayumning yuzida tabassum bilan qattiq ishlayotganini ko'rdi va sinfdoshi ko'rinadiganidan ancha kuchli ekanligini angladi. O'shandan boshlab unga qiziqish uyg'ondi. Biroq hech qachon gapirishga jasorat topolmadi. Vaqt o'tishi bilan bu tuygu kuchaydi. Lekin yaqinlasha olmadi. Shuning uchun bu safar jasur bo'lishni xohladi. Osmon bunday imkoniyatni bergan edi va endi uni tanimagandek ko'rina olmaydi, chunki hozirgina undan 10 million won olgan edi. Ishonch bilan uni kechki ovqatga taklif qilish kerakmi deb o'yladi. Bularning barchasidan so'ng bosh qahramon oz to'shagida Juli bilan gaplashib, ikkalasi kechki ovqat rejasini tuzishyapti. Rejasi juda yaxshi ketayotganini o'yladi. Qiz endi unga qarzdor deb o'ylaydi, hatto tushlik taklif qilmoqda. Bu yaxshi belgi, uni kelajakda tabiiyroq ittifoqchi qiladi.
Shuning uchun 20 raundga yetishiga yordam berishga qaror qildi. Uning ketayotganini ko'rib, qayoqqa ketayotganini so'radi. Rayum dostini ko'rgani ketayotganini aytdi. Akasi buni juda galati deb topdi va bu qiz bilan uchrashuv emasmi, deb so'radi. Lekin bosh qahramon unga safsatalarni to'xtatishni aytdi. Tushlikka chiqayotganini aytdi. Akasi qiz haqida ekanligini anglab hayratda qoldi. Hamma narsa Rayum uchrashuvga ketayotganini ko'rsatmoqda. Bosh qahramon Bifshteks restoraniga Julini kutib olish uchun bordi. "Bifshteks yaxshimi?" deb so'radi va u "Yaxshi" deb javob berdi. Hali ham Rayum bilan yolg'iz tushlik qilayotganiga ishona olmadi. Kun faqat yaxshilanadi. Ular bir zum jim qolishdi, toki u atmosfera biroz noqulay ekanligini o'ylab, nimadir deyish kerakligini tushundi. Keyin lotereya mavzusini ko'tardi va qanday qilib ketma-ket 4 marta yutish mumkinligini so'radi. Bosh qahramon tushida natijalarni ko'rganini javob berdi. U hayron bo'ldi, lekin baribir qiziqib, bu tushlar tufayli hozirgacha qancha yutganini so'radi. Rayum jilmayib, umrining oxirigacha yetarlicha yutganini aytdi. Garchi hozir oz hayoti haqida ko'proq qayg'urayotgan bo'lsa, u buni anglab, o'yinlar masalasi borligini va birinchi raundni qanday o'tganini, goblinlarni oldirish qiyin bo'lganmi, deb so'radi. U qiyin bo'lganini, lekin uddalash uchun ko'p vaqt ketganini aytdi. Juli hali ham qiziqib, qaysi hududda ekanligini so'radi va bosh qahramon aniq bilmasligini, faqat raqami 5 bilan tugashini aytdi. Qiz afsuslandi. Uniki 7 bilan tugaydi. Demak, afsuski ular u yerda uchrasha olmaydilar. Bosh qahramon ichida bu haqda xafa bo'lmasligini so'radi, chunki ular albatta uchrashadi. O'yinchilar soni kamaygan sari hududlar birlashadi. Ular suhbatni davom ettirib, hozir qaysi darajada ekanliklarini so'rashdi. Ikkalasi ham 10 darajada ekanliklarini aytishdi. U hayajonlanib, buffer deb nomlangan juda zo'r sinf olganini aytdi. Bosh qahramon hayron bo'lib ko'rsatib, "Bu nom boshqalarga buf berish degan ma'noni anglatadimi?" deb so'radi. Ichida u boshqa regressiyalardagi kabi sinfni olganidan xursand edi. U hayajon bilan kuchini ko'rishni xohlaysizmi, deb so'radi va bu blessing deb nomlanishini, o'yinchi atributlarini biroz oshiradiganini tushuntirdi. Buni aytib, bosh qahramonga qobiliyatini ishlatdi. Bosh qahramon tizimda uning atributlari 3 soat davomida 50 yiga oshganini ko'rdi. Mamnun bo'lib, bu haqiqatan ham ajoyib qobiliyat ekanligini aytdi va ichida noyob sinfdan boshqa narsa kutmasligini o'yladi, chunki qobiliyatning samaradorligi hali 100 yiga yetguncha oshishini bilar edi. Bundan tashqari, buf olganidan xursand edi, chunki aynan shuni xohlardi. Sinf o'zgarishidan olgan mukofoti tasodifiy oltin xalta edi va mukofot omad atributiga qarab berilardi. Omad atributi qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p oltin oladi. U bu haqiqatan ham ajoyib qobiliyat ekanligini aytib, uni xursand qildi. U jilmayib, har doim kerak bo'lganda buf berishini va faqat so'rash kerakligini aytdi. Shu so'zlar bilan bosh qahramon tasodifan boshqa narsa aytmoqchi emasligini so'radi. Juli xijolat bo'ldi. Bu haqiqat edi va u bergan 10 million won uchun rahmat aytdi. Otasi ham rahmat aytishni buyurganini aytdi. Bir kun kelib qaytarib berishini, lekin qanday qilib bilmasligini aytdi. Rayum bu nimani nazarda tutyapti, deb so'radi. Chunki avval xavotir olmasligini aytgan edi. U jilmayib, agar pul istamasa, boshqa narsa taklif qilishi mumkinligini aytdi va qo'lidagi buyumni olishini so'radi. Ovlardan birida tushirib qo'yganini va pul qabul qilishni xohlamasa, hech bo'lmaganda buni qabul qilishi mumkinligini, uni qalbdan berayotganini aytdi. Shundan so'ng ikkalasi restorandan chiqib, tushlik ajoyib o'tganini va tez orada yana uchrashishga kelishdi. Bosh qahramon yo'lida davom etar ekan, inventarini ochib, buyumni yaqindan ko'zdan kechirdi. Past darajadagi binafsha rangli sehrli kristal edi bu. Go'zal binafsha tosh, undan nozik mana sezilib turardi. Bunday narsani hech qanday evaz olmaganiga o'zi ham hayron bo'ldi. Buyumni qo'liga olib, nima qilishini aniq bilmasa-da, 20 darajaga yetganda hammasi oydinlashishini bilar edi. Kombinatsiya funksiyasi o'yinchi 20 darajaga yetganda ochiladi va qurolni sehrli kristal bilan birlashtirib, qo'shbosh qahramonga opsiyalar qo'shish imkonini beradi. Sehrli kristallarning 7 xil rangi bor: qizil zarar uchun, toq sariq kuch uchun, sariq omadni oshiradi, yashil tezlikni, ko'k aqlni, indigo olingan zararni kamaytiradi va binafsha, eng noyobi, paydo bo'lish ehtimoli eng past va barcha atributlarni oshiradi. Hech narsa qilmasdan bunday qimmatli buyumni olganiga haligacha ishona olmaydi. Real hayotdagi omad atributi haqiqatan ham shunchalik yuqorimi? Bularning barchasi haqida o'ylab yotib, Julidan olgan buf tez orada tugashini payqadi. Oltin xaltani shu vaqt ichida ochish kerak. Cho'ntagidan biror narsa chiqardi, chunki oldirish runasi bilan atributlarini oshirishni boshlashi kerak edi. Unga 100 ta mayda qurt kerak. Oldirish runasi har bir nishonni oldirganda statistikani 1G ga oshiradi va bu hasharotlar uchun ham hisoblanadi. Faqat tirik mavjudot bo'lishi shart. Boshqa dunyoda hasharotlar yo'qligi sababli faqat yirtqichlarni oldirish imkoniyati bor edi. Lekin baxtiga real hayotda vaziyat boshqacha. Oyogini ko'tarib, qopdagi hasharotlarni birma-bir ezdi va oldirish soni 100 taga yetdi.
Endi oldirish runasining ta'siri bilan barcha atributlari 100G ga oshgan edi. Atributlar oynasini ochganda omadi 15 dan 45 ga ko'tarilganini payqadi va yaxshi natijalarga erishishiga ishonchi komil bo'ldi. Inventarini ochib, oltin xaltani qoliga chaqirdi. Bu noyob tasodifiy oltin xalta 1 dan 999 gacha oltin beradi. Keyingi raunddan oldin ishlatilishi kerak va omad atributi ta'sirida bo'ladi. Omad atributi hozirda eng yuqori nuqtada ekan. Buyumni ishlatdi. Regressiyalarga asoslanib 3 dan 6 gacha deb baholagan edi. Lekin natija kelganda ko'ziga ishonmadi.